Assalomu alaykum. Men Fayzi Bakram. 1965-yilga tug'ilganman. Navoiy viloyatidanman, Karmana tumanidan. Mana shu Sherhayot shifo klinikasiga keldim. Eshitib. Kelsam mana beri bemorlar yotgan ekan. Har qayerdan kelgan bemorlar, Vodiydan, Farg'ona viloyatidan, Vodiydan, Namangan, Andijon, Samarqand, Toshkentdan kelgan mana bemorlar yotgan ekan. Mana shularga qarasam, men hammalari sog', zakonni yaxshi, ranglari to'liq, chiroyli bo'lgan. Men ana shu palataga o'zim bilan birga yotganlarni mana guvohi bo'laman. Ana shu yerda mana jigari seroz bo'lib kelayotgan ekan. Jigari ana bo'lgan ekan. Ana shu odam sog' salomat mendan oldin chiqib ketdi. Keyin ikkinchi odam, u mana buyragi qurib, o'sha mana bu tosh nimalarni bo'lgan ekan. Mana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu ham sog' salomat ana shu yerdan chiqib ketdi. Mendan oldin chiqib ketdi ana shular 5 kun oldin. Men bulardan so'raganim, aka gap yo'q ekan dedi. Maladiz ana shu doktorga. Mana biz sog'aydigini biz ketamizga javob berdi dedim. Men ana shulardan kirdimki, o'sha beri davosi yer ekan. Mana bu yerga mana bir qiz bola bor ekan, shu yerda mana beri qoshini mana ana shularga shuna oqarib pes bo'lgan ekan. Ana shuni davoladi. 30 kunga ana shu qiz sog'aydi. Ana mendan 15 kun oldin kelgan ekan shu qiz. Yosh qiz bola ekan. 15 kun oldin mendan kelgan ekan, ana shu qizni o'z ko'zim bilan mana ko'rdim, ana shu qiz sog'aydi shu. Mana shu bemorlarga qarab, men ham shu lechkalarni boshladim. Mana shu yerga kelganimga men mana shu dorilarni ichdim. Giyoh. 3 xil giyoh ber ekan. Ertalab, peshin, kechqurun. Men ochlikka chidolmayman deb o'yladim. Men aytdim, qanday bo'lar ekan bu? Men chidab bilamanmi, chidolmaymanmi degan hech nima emas ekan. Mana ana shu bitta giyoh beradi, ana shu giyohni odamni bir to'q saqlab o'tirgan. Ana bu giyohlari chizni surib, ya'ni o'sha tosh-toshlarni hammasini maydalab o'zi chiqarar ekan. Ochlikni umuman his qilmaysiz. Odamga bir ozgina bu hech qanday ochlikka anonsi yo'q ekan. 20 kun bo'lsa-chi deyganingiz, 1 oy bo'lsa-chi deyganingiz. Mana menga Xudoga shukr 15 kun deganga ichim hamma joyim top-toza bo'ldi. Mana shu odam zotning ichiga shunday narsalar bor ekanki, men hayron qoldim. Shu narsani men til ojiz gapirishga. Ichga hamma narsa o'sha ishani bo'lar ekan, ovqatdan bo'lar ekanda bu narsalar. Mana hozir shunday yengil bo'lganki, men o'zimni qanday bir his qilishimni bilmayman. Jigarim og'rib, o'tim og'rib, oshqozonga muammolar bor edi. Ana shu yerga kelib giyohdan 15 kun ichdim. Mana Xudo taologa ming qatla shukrki, ana shunday dardlardan men qutuldim. Ichimga bir narsa qolmadi. Mana doktorga ming rahmat, ana qo'li dard ko'rmasin. Mana shu yerda shu sharoitlarni yaratgan ekan. Kelinglar sizlar ham mana shu yerga, kim agar oshqozoniga, jigariga muammo bo'lsa, yo'qonlarga mana shu yerga kelinglar. Agar ana shu yerga kelsalar shifo topasizlar.